Qadim-qadimdan momolarimiz bahoriy ko'katlardan, pishiriqlardan turli taomlar va boshqa yeguliklar tayyorlashgan. Ismaloq, jag'jagʼ, yalpiz kabi ko'katlarning inson organizmiga keltiradigan foydasi behisob. Ismaloq kamqonlikni davolaydi, immunitetni yaxshilaydi, tomirlarni mustahkamlaydi, oshqozon osti faoliyatiga yordam beradi. Bundan tashqari asab faoliyati buzilganda va qattiq toliqqan kishilarga ham ismaloqning foydasi katta. Keling, bu haqda mutaxassis fikrlarini tinglaymiz. Ismaloq bu bir yillik o'simlik hisoblanadi. Buni tarkibi bo'yicha natriy, kaliy kabi mikroelementlar, tuzlardan iborat o'simlik hisoblanadi. Ismaloqni sotib olayotganingizda uni yangi va tozaligiga juda e'tibor qilish kerak. Chunki juda yangi mahsulotni iste'mol qilsangiz, hozir men aytib o'tgan tarkibidagi mahsulotlar to'g'ri ravishda siz iste'mol qilgan bo'lasiz. Chunki bu mahsulot agar eskirgan bo'lsa, chetlari saraygan bo'lsa, bu mahsulot tarkibidagi bo'ladigan mahsulotlar organizmga teskari ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu mahsulotni har doim toza va tezlik bilan iste'mol qilish kerak. 2 kundan keyin o'tgan mahsulotni iste'mol qilishga yaroqsiz hisoblanadi. Tarkibi bo'yicha ismaloq marganец, kaliy, magniy, natriy tuzlardan iborat bo'lib, A, E, B1, 2, 3, 5 va B9 kabi vitaminlardan iborat mahsulot hisoblanadi. Bundan tashqari bu mahsulotimiz vitamin C ga juda boy hisoblanadi. Temir mahsulotlari bor, ferutin deb aytiladi. Bu qon kamlik, anemiya kasalliklarida juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Vitamin C ko'p miqdorda bo'lganligi sababli bu avitaminoz va gipovitaminoz kabi kasalliklarda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Agar hozir aytib o'tgan vitaminlarimiz, mikroelementlarimizni ko'p mahsulotlarda iste'mol qilsak, biz immunitetimizni oshiruvchi, ya'ni har xil kasalliklar, yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ismaloq tarkibi bo'yicha yana qon tomir kasalliklarida, o'pka nafas kasalliklarida, oshqozon ichak kasalliklarida kabi ko'p kurashuvchi mahsulot hisoblanadi. Bu mana o'pka kasalliklarimizda bronx kasalliklar, surunkali bronxit va yo'talga qarshi bo'ladigan kasalliklar, sil kasalliklari ham shu qatorga kirib ketadi. Bu mahsulotimizni bu qarshi kasalliklarga nisbatan davolashda ismaloq 10 gram olingan holda qaynagan suvga solib qaynatiladi va tindirib qo'yiladi. Shu tindirmasini olib kuniga 3-4 mahal 20-30 millidan iste'mol qilinsa, yo'talni ko'chirishga juda yaxshi ta'sir ko'rsatib o'tadi. Bu mahsulotimiz davomiyligi 15-20 kun davomida iste'mol qilinishi kerak. Oshqozon ichak kasalliklarida juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi, chunki uni tarkibida kletchatkaga boy bo'lganligi, oksillarga boy mahsulot hisoblanadi va tez hazm bo'luvchi, kam kaloriyaga ega bo'lgan mahsulotdir. Buni